Yukarıdaki işimizden devam hürmetli vatandaşım. Endi hazır lükçek kaydiga riaya qilmaydigan bo'lib qoldi. Endi jungo arz qiladigan o'rinmi emas. Qayda so'zlaydigan o'rinmi qolmadi. Xabar yozg'ichi Xitoy shundaq da'vatida bu yerda lükçek kimga qartilib balki Amerikani haqorat qilayotgan bo'lishi mumkin. Bir qancha yuzlanishga qarab baqaylik, ya'ni kichik mavzu. Birinchi, Amerika Qo'shma Shtatlari yaqinda o'z oldiga jazolash siyosatini yo'lga qo'ydi. Amerika jungo o'rtasida muqarrar bir maydon urush bo'ladi. Bu urush Tayvan bo'g'ozida bo'lmaydi yoki Janubiy dengizda bo'lmaydi. Bir jungo siyosatining tayligini prezident Trump allaqachon tushunib bo'ldi. Lekin iqtisod, savdo sohasida hujum qo'zg'aydi. Prezident Trump iqtisod, savdo sohasida hujum qo'zg'aydi. Prezident Trump allaqachon xanjarni bilashga boshladi. Ikkinchi, jungo cho'qim dunyo savdo tashkilotiga arz qildi. Jungoning azor yeganligini dunyo savdo tashkiloti ham ko'rib turdi. Lekin lükçek mutahamlik qildi. Dünya savdo tashkilotining qarori bir parcha quruq qog'ozga aylanadi. Jungoning idibi tayyorligi bo'lishi lozim. Uchinchi, jungo Amerika o'rtasida savdo urushidan saqlang'ili bo'lmaydi. Prezident xanjirini bilib bo'lib, paqirtib o'ynashga boshladi. Qadr qimmatini va manfaatini qo'g'lash uchun jungomi ko'plagan sohalarda o'ch elishni yo'lga qo'ydi. Prezident Trumpga 1000 dushmanni yo'qotqicha 800 askarni badal qilib to'laysan degandek tamsilning ta'mini tasib qo'ymoqchi bo'layotdi jungo deydi xabar yozuvchi Xitoy odam. Jungo tayyorlanib qo'ydimi? Yana bir kichik mavzu. Ikki botur uchrashganda nochsi g'alaba qildi. Ikki botur elishganda aqlligi g'alaba qildi. Demak, bu yerdan elishganda Amerika g'alaba qildiki, aqlligimi Amerika, nochsimi Amerika da'vatandish. Prezident Trump xanjirni ko'targan bo'lsa, jungoning dastaklari az emas. Amerika haqiqatan jungo sanoatiga qo'l soladigan bo'lsa, jungo ham yezi egilik mahsulotlari, aeroplan sanoati qatorliq ko'plagan sohalarda Amerikadan o'ch elishni yo'lga qo'ydi. Amerikaning o'rta g'arbidagi dehqonlar Boeing aeroplan shirkati hozirdan boshlab ansirashga boshladi deydi xabar yozuvchi. Bu bir maydon savdo urushi boshlanadigan bo'lsa, shubhasizki intayin echinishlik bo'ladi. Qovoqqa o'tkazsa, ko'lchakdagi biliqlar holiga voy. Qovoqqa o'tkazsa, ko'lchakdagi biliqlarning holiga voy. Bo'lishdan saqlanғili bo'lmaydi. Bu ish jungoning iste'molchilari undaqlar yoki o'ng'aylar taqobil tura oladigan o'ng'ay ish emas. Albatta jungoning do'stlari oz emas. Ba'zi chaqlarda prezident Trump g'arb dunyosi davlatlari bilan birlashib jungoni yetim qoldirdi. Ba'zi chaqlarda g'arb davlatlarini jungoga ittirib berdi. 2018-yil to'g'risiga va uzuniga birlashib o'ylanadigan nihoyat go'zal bir o'yin sahnasiga chiqdi. Yani 2018-yil to'g'risiga va uzuniga birlashib o'ynaladigan nihoyat go'zal bir o'yin sahnaga chiqdi. Jungoning diplomatiya kuchi sinoqqa duch keldi. Bu dunyoda faqat bir jungolam Prezident Trumpning boshqa to'rishiga arziydi. Faqat jungolam ittifoqlashishga bo'ladigan barliq kuchlar va odamlar bilan ittifoqlashib, Prezident Trumpning qilmoqchi bo'lganligini cheklayalaydi deydi xabar yozuvchi Xitoy afandi. Jungo eg'ir besiq bo'lishi kerak. Kang qo'saq bo'lishi, cho'qim kang qo'saq bo'lishi kerak. Davlatning ichki qismida ham, tashqi qismida ham kang qo'saq bo'lishi kerak.
Xəbər yazıcı əpəndi, hörmətli əpəndi, çünki hazır dövlətin işki qismində kən qosaq bulub atqını yox. Məsələn, Müstəmlik Uyğuristanda 1 milyonga yaxın adam nəzərbənd qılındı xəbər yazıcı əpəndi. Dəbər Cungunun diplomatlarına çağırıq qıl. Bir neçə gün ötkəndən keyin nəticə aşkarı bulub. Diqqət etəndi. Dəbər Cungunun diplomatlarına çağırıq qıl. Bir neçə gün ötkəndən keyin nəticə aşkarı bulub. Endi yana bir yeni mavzu. Cunguda özgürüş başlandı. Asası kanun özgertkenden başka iki kurultayda zor vaka 101'di. Mavzulu haber 3. ayının 2. günü Belmit orbiti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Cunguda iki kurultay bugün başlandı. Halk akıllı kurultayı devlet reisini qarallik tayinlashni bekor qilish münasebetlik asosiy qonunni o'zgartirish qarorini ma'qullaydi. Davlat raisi Xi Jinping bütün huquqni qo'liga markazlashtirib, boshqa rahbarlar Yang Jiechi, Wang Qishan, Liu He, Wang Yi, Zhang Zhaoliang, Hu Chunhua, Gu Shuqing, Wang Yang qatarlıq rəhbərlər bu yeni bir növbətlik hükümətdə memur rol oynaydı. Tashqari dünya bu nəticəni kütməkdə. Siyasi kengaş və xalq vəkillər qurultayı bugün 3. ayının 3. günüdən 15. günügacha Beijingdə keçirildi. İki qurultay Cungunun siyasi durmuşu da intayin zor bir işdir.